Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Dasturimizning qadrli muxlislari, siz azizlar bilan Uyg'ur tilidagi ta'lim dasturida yana uchrashib turibmiz. Azizlar, mushu kunlarda mamlakatimizda bosh qomusimiz Konstitutsiyaning qabul qilinganiga 33 yil to'ldi. Shu munosabat bilan joy-joylarda berilayotgan tadbirlar mazkur sanaga bag'ishlangan. Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalasi qo'mitasidan ko'rsatishimizni elib bordik-miz. Toshkent transport universiteti hamda barcha jamoatchilik yig'ilib, aynan mana shu sanaga bag'ishlab tadbir o'tkazmoqda. Transport universiteti talabalari bu bayramga aynan Uyg'ur madaniyati, urf-odati, san'atiga bag'ishlangan o'zlarining chiqishlari bilan tadbirning qanday bo'lishi va uningda bildirilgan muloqotlar, suhbatlar jarayonida e'lingan lavhalarimiz bilan tanishing. Shubhasiz bu sana mustaqil O'zbekiston tarixidagi yorqin sahifalardan biridir. Mamlakatimizda demokratik yangilanishlar asosiy, xalq arzu-umidlarining ro'yobi bo'lib xizmat qilmoqda. Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha Do'stlik aloqalari qo'mitasida Konstitutsiya, xalqchil davlat, barqaror taraqqiyot va farovon hayot asosiy nomli madaniy-ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi. Uningga Toshkent transport universiteti talabalari va Toshkent shahar Uyg'ur madaniyat markazi tarafidan hamkorlikda tashkil qilinib, qo'mita mutasaddi xodimlari, u yerda faoliyat yurgizuvchi milliy madaniy markazlar raislari hamda faollari ishtirok qilishdi. Konstitutsiya bu bevosita davlat bayrog'i, gerbi, madhiyasi kabi muhim ramzlardan biri sanaladi va Konstitutsiya bevosita davlatning boshqaruv shaklini, hokimiyat tarmoqlari bo'linishi va ularni o'zaro hamkorligi, aloqasi va muvozanatini ta'minlash, jamiyatda bevosita qonuniylik, tenglik, adolatlilik tamoyillarini ustuvorligini ta'minlash, davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga soluvchi muhim bir eng oliy yuridik kuchga ega bo'lgan hujjat sanaladi. Mamlakat konstitutsiyasining preambulasidanoq, ya'ni muqaddimasidanoq aynan O'zbekiston Respublikasi o'z fuqarolarining munosib hayot kechirishlari, millatlar aro va konfessiyalar aro totuvlikni ta'minlash va ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning gullab-yashnashi va farovonligini ta'minlashni maqsad qilgan holda va boshqa ezgu maqsadlar orqali mazkur konstitutsiya qabul qilinayotganligi belgilab qo'yilgan. O'zbekiston xalqining millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 8-modda. Joriy yilning 21-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aynan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramini o'tkazish va unga tayyorgarlik ko'rish to'g'risidagi farmoyish imzolandi va mazkur farmoyish doirasida O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi hamda yurtimizda faoliyat yuritayotgan bir qator milliy madaniy markazlar bilan hamkorlikda aynan Konstitutsiya, inson qadri, tenglik, birdamlik va adolat garovi shiori ostida turli davra suhbatlari, ko'rgazmalar hamda aksiyalar va ular ishtirokidagi flash mob, challengelar faol ishlab chiqilmoqda hamda o'tkazilmoqda. Uyg'ur milliy madaniy markazi hamda O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar qo'mitasi hamda transport universiteti bilan birgalikda bu tadbirda ham aynan turli millat vakillari, turli milliy madaniy markaz faollari ham bevosita ishtirok etmoqda. Aynan transport universitetida tahsil olayotgan Uyg'ur millatiga mansub yoki boshqa millatlarga mansub bo'lgan talaba yoshlarning ham ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasida istiqomat qilayotgan turli millat elat vakillarini ifodatlari, an'analari, qadriyatlarini rivojlantirish uchun ularni hurmat qilinishini ta'minlaydi va rivojlanish uchun sharoit yaratadi. O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi aynan Respublika Uyg'ur milliy madaniy markazi balki bevosita yurtimizda faoliyat yuritayotgan 157 ta milliy madaniy markaz bilan o'zaro hamkorlikda hamda ularga bevosita uslubiy, metodologik jihatdan bir yo'nalishlar ko'rsatuvchi doimiy hamkorliklar o'rnatilganki, bu markazlar tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlar ham yangicha bir qiyofa kasb etayotganligi bilan izohlanadi. Darhaqiqat mana hozir ko'pida aytilgan fikrimizning aniq dalili uchun hozir o'tkazilayotgan tadbirlar tarafga yo'l olamiz, chunki mana bu yerda o'tayotgan tadbirlar qaysi millat tarafidan bo'lsin, ular o'zlarining naqsh sozlari, she'rlari va san'atini namoyish qilmoqda. Chunki ularning yaratilayotgan sharoitlari aynan shu millatning madaniyatini, urf-odatini bugungi kunlikda rivojlantirishdan iborat bo'lmoqda.
Konstitutsiya jamiyat hayotida doim muhim o'rin tutadigan ashtaq ustuvor qonunlar jamlanmasi. U xalqning kelajak avlodning taqdirini belgilab berguvchi asos. Davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga to'ntadigan buyuk qomusligimi alohida ta'kidlandi. Mana bugun yana bir katta tantana transport universitetlar hamkorlikda yangi O'zbekiston millatlararo totuvlik va bag'rikenglik yurti sifatida deb nomlangan. Albatta bu tadbirlarni maqsadi mana shu universitetda ta'lim olayotgan turli millatga mansub talabalar ishtirokida o'tyapti. Bu ham bo'lsa va shuningdek xorijdan ta'lim olish uchun kelgan talabalar ham ishtirok etyapti. Maqsad bugungi kunda respublikada yashayotgan mana shu fuqarolar va bu yurtga ishlash, o'qish uchun kelgan xorijiy fuqarolarning ham huquqlari, ularni ta'lim olish, mehnat qilish imkoniyatlari qanchalik yaratib berilganligi va O'zbekiston aynan mana shu sohada o'ziga xos bir jahon hamjamiyatiga bir ibrat bo'ladigan davlat sifatida o'zini namoyon qilayotganligi bugungi tadbirni ko'rsatadi. Bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekistonda aynan millatlararo totuvlik, hamjihatlikni ta'minlashga yaratib berilgan sharoitlar bugun davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganligi va bu borada qonunlarning mustahkamligi va bu borada qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlarni aynan mana shu Konstitutsiyaga hamohang amalga oshirayotganligi davlatimizning bu borada olib borayotgan siyosatiga alohida bir o'rin qaratadi. Qadimdan bu yurtda yashagan aholining bir jon, bir tan, ahillikda yashab kelayotganligi o'ylaymizki, yanada bizni quvontiradi. Va mana shu bayramga tayyorgarlik boshlab yuborildi. Bizning kelajagimiz bo'lgan yoshlar bilan mana shunday tadbirlarni nishonlash, bu ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, millatlararo hamjihatlik hissini uyg'otishga o'zini ifodasini topadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Milliy madaniy markazlar pavilyonida qo'mita hamda Toshkent davlat transport universiteti hamkorligida O'zbekiston millatlararo tinchlik va diniy bag'rikenglik juti mavzusida madaniyat festivali hamda Men O'zbekiston fuqarosiman intellektual viktorina tadbiri uyushtirilib, universitet talabalari orasida g'olib bo'lgan ishtirokchilar qo'mita va universitet tarafidan qiziqtirib tayyorlab qo'yilgan sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Toshkent davlat transport universiteti O'zbekiston Respublikasi millatlararo totuvlik va xorijdagi vatandoshlar masalalari qo'mitasi bilan doimiy hamkorlik olib boradi. Sababi bag'rikenglik, millatlararo totuvlik masalalari bo'yicha yurtimizda 100 dan ortiq millat va ellar yashab kelmoqda va bu jihatdan aynan qo'mitaning O'zbekiston Respublikasida tutayotgan o'rni, mavqei beqiyosligini inobatga olib, hamda shu bilan birgalikda qo'mita tarkibida bir nechta do'stlik jamiyatlari faoliyat yuritayotganligi va hamda universitetimizning bir qator xodimlari aynan shu do'stlik jamiyati a'zosi ekanligi, shu bilan birgalikda ayrim demak xodimlarimiz do'stlik jamiyatini raisligi lavozimlarida faoliyat yuritayotganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak va shu jihatlar bilan birgalikda talabalarimiz ham universitetimizda ham ko'p millatli fuqarolar tahsil olayotganligi ham bevosita aynan qo'mita bilan hamkorlik qilishimizni zamini hisoblanadi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi davlat konstitutsiyasi qabul qilinganligini 33 yilligi bilan qo'mita bilan hamkorlikda bir qator seminar, treninglar, master klasslar ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Festivalda qo'mita rahbariyati va xodimlari, milliy madaniy markazlar, do'stlik jamiyatlari faollari, Birodar shaharlar alyansi tadbirkorlar ishtirok qilishdi. Festivalda talaba yoshlar tarafidan millatlararo tinchlik va hamjihatlikni tarannum etguvchi naqshi sozlar ijro qilindi. 8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligi munosib nishonlanish yo'lida O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita tarafidan amalga oshirilayotgan tayyorgarlik ishlari va milliy madaniy markazlar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan tadbirlar ishtirokchilari bilan alohida suhbatda bo'ldik. Bu yerda Uyg'ur xalqining tarixini
hammaga barobar ko'z tutish uchun mana talabalarimizmi kelib qatnashib o'tirdi-da. Albatta. Buningga qanday bir o'zingizning fikringiz yoki bular bilan hamkorligingiz bor? Oxirgi paytlarda biz qo'mita bilan ko'p tadbirlar o'tyapti. Asosan Toshkent Uyg'ur Universiteti hamkorlikda ko'p ishlar bo'lyapti. Har bayramlarimizda ko'p tayyorgarliklar bo'lyapti. Bu yil nihoyatda cho'ng tadbirlar o'tyapti. Transport universiteti talabalari o'sha komitet bilan birgalikda cho'ng bir tadbir o'tkazdi. U tadbirda bo'lsa shu Uyg'ur millatiga mansub tarixini, san'atlarini, madaniyatini ko'rsatishda nihoyatda cho'ng rol o'ynadi. Talabalarimiz boshqa millat bo'lsa, Uyg'ur millatigidagi urf-odatlarimizni bilish uchun, tarixlarimizni bilish uchun nihoyatda qiziqyapti. Shunga bugungi kundagi tadbir nihoyatda bir chiroyli o'tadi. San'atlarimiz qatnashdi. Mana Gulzira Ablat degan qizimiz 13 muqom ansamblining rahbari nihoyat chiroyli bo'ldi. Raqqasa Guldasta ansamblimiz qatnashdi. Shuning bilan biz o'zimizning Uyg'ur san'atini, Uyg'ur urf-odatlarini mashadagi boshqa millatlarga ko'rsatdik. Uyg'urlarniki urf-odatlarini. Shundan nihoyat xursandmiz. Asosan meniki bir xursand bo'lganim yoshlar nihoyat qiziqyapti. Bu talabalar shunday chiroyli. Cho'ng rahmat deyman. Ham komitet rahbariga, ham transport universiteti rahbarlariga birlikda do'stlikda o'tkazilgan shu tadbirga bir qancha millatlar bir-birimiz bilan inoq, bir-birimizning urf-odatlarimizni, san'atimizni qiziqishib, birlikda bir do'stlikda tinch xotirjam yashab kelyapmiz. Mana Alimjon aka, bo'lmasa hozirlar shu tadbirda yangrayotgan Gulziraxon Ablat, ya'ni muqom ansamblining rahbari bugun nihoyatda chiroyli ishtirok etyapti. Teletomoshabinlarimiz bilan birgalikda ularning chiqishlarini kuzataylik va aynan Uyg'ur milliy naqsh sozlaridan ularning e'tiboriga havola qilsak, nima deysiz? Albatta. Marhamat. Mana shundaqla Uyg'urlar qayerda yashamasin, go'zal mamlakatimiz rivoji uchun cho'ng to'hfa qo'shib kelyapti. Jumladan Anjondimi Uyg'urlar zich va jih yashaydi. Ularning tilini saqlab qolishi va udumlarini keyingi avlodlarga yetkazishda izlanib, shundaq tadbir va bayramlarda ko'plab ishtirok qilib kelyapti. Bütün xalqimizga tinchlik, totuvlik bo'lsin, xalqlar o'rtasida birdamlik bo'lsin, oqibat bundanda ziyoda bo'lsin, bu tadbirlar bardavom bo'lsin. Bütün Uyg'ur xalqiga, bütün O'zbekistondagi xalqlarga o'z nomimdan, tumanimiz xalqi nomidan minnatdorchilik bildirib, ularga alangali salomlar yetkazishga ijozat berasiz. Mana shu Anjon viloyatida Uyg'urlar nihoyatda jiq yashaydi-ki, ular bugungi kunlikda o'zining tilini saqlab qolgan, Uyg'urcha yaxshi bilishidi deydi. Buning sababi nima? Balki Uyg'urcha maktablar bordi yoki ota-bobolarimizning mana shu yosh avlodga qoldirayotgan bugungi merosi tilni saqlashmikin? Bizning Uyg'ur xalqida ota-bobolarimiz uyda Uyg'ur tilida so'ylashdi, Uyg'ur tilida gapirishdi, xush ko'radilar. Albatta bu Uyg'ur tilimizni unutmaslik, urf-odatlarimizni unutmaslik borasida qilayotgan ishlar Uyg'ur qishloqlarida yashayotgan xalq ortida Uyg'ur millatiga xos xalqni o'zining tilini, urf-odatini saqlash to'g'risida har xil ansambllar tashkil qilingan. Bardavomlik davom etadi. Dilimiz bir, pok, butun xalqqa tinchlik, totuvlik tilayman. Qadrli muxlislar, aynan chiroyli o'tkazilgan tadbirdan elingan lavhalardan tomosha qildingiz. Bu yerda barcha o'quvchilar qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar ular har xil tillarda chiqishlarni qildi. Uyg'urcha, o'zbekcha, qozoqcha usullarni ijro qilishdi. Buningda Uyg'ur madaniyat markazi Qeshida tashkil etilgan Guldasta folklor ansamblining usulchi qizlarimi o'z nurining usullari bilan ishtirok qilishdi. Muqom ansamblining solisi bo'lmish, uning rahbari Gulzira Ablat ijrosidagi
naqshlar barchani usulga chorladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi tadbir nihoyatda chiroyli va ko'taranki ruhda o'tkazildi. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatishimiz o'z oxiriga yetdi. Siz azizlar bilan havorang ekranda Tarim dasturi orqali uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.